mavzudan zarar ko'rsatgan. Oldin zarar ko'rsatgan bu uyga personal rolda o'tgan. Bugungi temamiz reabilitatsiyada aslida nima sodir bo'ladi degan xayol borganlar nimalar qanaqa protseduralar qilinadi, terapiya qanaqa bo'lishi. Ko'pchilik ota-onalar o'z umidlarini shular reabilitatsiyaga yotqizishganda qanaqadir mo'jiza kutishgandek bola kiradi, 180 darajasi boshqa odam bo'lib chiqadi deb shunaqa ajdanlar bo'lgan. Kasallik bir necha yil davomida shakllangan kasallik, uni 6 oy yoki qanchadir muddat ichida bitta 180 gradusga o'zgartirib qo'yish odamning iloji yo'q bo'lgan narsada. Reabilitatsiyada просто shu vыбор beriladi. Ana shunday kelsang, bu yo'ldan kelsang to'g'ri yashaysan, bu yo'ldan kelsang shu 3 yo'l ustunlikda turma balансiyasiz. Tanlov o'zing qo'lga berilgan holatda ishlashga o'rgatiladigan. Xuddi o'sha odamgacha holatda prosesifik xarakterlarni analiz qilgan holda o'zini chirta xarakterlarni analiz qilgan holda o'zini ustida ishlashni o'rganib chiqadigan joy reabilitatsiya shu narsani o'rgatadi. Reabilitatsiya bu yoqda ota-onalar o'ylashadi, endi videolar rasmga tashlanadi-ku baribir. Bolalar hamma kunlar o'ynab kulib yurgan. Ba'zi rasmlarda bola habba kulmayotgani baribir savol bo'ladi. Nimaga mana bola kulmayapti? Nimaga bu g'amli? Nimaga nima bor degan. Reabilitatsiyani oson joyda aytmayman. Конечно, o'zgarishlar qiyinchiliklar bor. Sun'iy o'sha напряжение beriladi. Shu chiqqandan keyin sal narsaga bola sarvat chiqib ketmasligi uchun. Shu sun'iy напряжение berilgani sababli tolerantniyasi oshadi va bolada o'sha qanaqa bo'lgan ko'chadagi bo'ladigan holatlarga kattaroq bo'ladigan muammolarga yodiy напряжение hech narsa emas, ko'chadagi bo'ladigan hodisalarni ichida o'sha tolerantniyasi oshadi va shu narsalarni переживать o'tib ketishi osonroq bo'ladi. O'zini ustida ishlar, analiz qiladi. Nima uchun reabilitatsiyada qiyinligini sababi birinchi bola kelib tushgan vaqtda butun shu iste'moli davrida o'zidan o'tayotgan qiyinchilikni faqat iste'mol orqali chiqarib olganda, masalani yechmagan, просто bosib shu iste'mol qilgan, bosib qilgan. Juda ham xursandchilik paytida ham iste'mol qiladi, juda ham xafa bo'lgan paytda ham iste'mol qiladi, qo'rqsa ham iste'mol qiladi, любой случайda iste'mol qilgan. Уже reabilitatsiyaga tushgandan keyin muammolar boshlanadi. Odam miyasidan o'zi qoladi. Boshidan chiqmay, zaltoyzang bo'ladi. Shu vaqtda qoladi, hamma narsani o'ylaydi. Uydagilarga yetkazgan zararlar ko'z oldiga keladi. Masalan, men o'zim ham ota-onamni juda ko'p qiynaganman-da. Adamlar shu hamalik o'rnidan chiqishgan, o'zini qilgan, olisdan chiqgan odamlar. Men avlodda bu hali bo'lmagan, unaqa manda qiynagan odam bo'lmagan o'ylayman. Keyin shu reabilitatsiyaga tushganimdan keyin ko'z oldimdan o'tganda shu qanaqa qilish kerak ekanman, odam stidiydan keladi, harflarni uydagilardan qo'ygan, uyaladi, boshqa qiladi. Shu narsani miyasida odam bir o'zi qolib ketgandan keyin qiynashni boshlaydi va o'sha oldin qiynagan paytida narkotika bilan o'zini qondirgan bo'lsa, o'sha narkotika yo'q. Sog'lom yo'l bilan shu o'ziga o'zi davolash kerak. Sog'lom yo'l bilan o'zining holatini yaxshilab olish kerak. Shu taraflardan juda qiyin bo'ladi. Psixologik sensatsiyasiga teng bo'lib, razrushlik bo'ladi. Shu stidiydan keladi, сопротивление boshlanadi. Qarshilik ko'rsatadi, o'sha zararliga bo'lgan, sog'ayishga bo'lgan qarshilikda boshlanadi. Uni bola atidan qilmaydi, hech kim atidan qilmaydi. Podсознание shunaqa qiladi, shu kris kelmaydi, erinadi. Mazasi bo'lmayotganda tuyuladi, u yoqmaydi, bu yoqmaydi, har xil bahonalar o'zi to'qib chiqaraveradi. Qarshilik nima uchun bo'ladi? Yangi o'zini qabul qilish uchun. Masalan, qanaqadir odam qattiq harakat qiladigan bo'lsa, yaxshilik tarafga u bolada o'zida o'zgarish paydo bo'ladi. Yengillanish. O'sha yengillanish xohlamaydi. Yengillanish uchun odam komfortli zonasidan chiqishi kerak. Komfortli zonadan chiqish hech kimga yoqmaydi, chunki komfortli zonadan chiqqanda o'zini ustida ko'proq ishlash kerak,
qilayotgan xatti-harakatlarni kontrol qilish kerak, analiz qilib, hammasini to'g'ri. Odam o'zini ustida qancha ishlasa, shuncha miya yoqadi, miyaga yoqmaydi. Miya juda ham yig'inchi. Eng ko'p kuch ham odamning organizmiga 70% kuchi miya oladi. Shu sababli miya xohlamaydi bu narsani va kasalligi shunday ishlaydi, shu yoqmaydi, yerdan boshqa qiladi. Shu boshlandi. Shu sababdan ham reabilitatsiyaga tushgan bolaga birinchi shu konsultantskiy sostav bilan tanishtiriladi. Konsultant bilan hammasi o'zi zavisimiy odam edi. Hamma zavisimiy odam. Qaram inson faqatgina qaram inson chiqadi. Agar oddiy psixolog bilan tushun olganida, unaqa reabilitatsiyaga ochilmagan bo'lardi. Odam bu psixologga borib turib, o'zini holatidan ishlab ketgan bo'lardi. Mani ichimda bo'layotgan narsani faqat xuddi mendagi narkoman odam tushunolmaydi. Masalan, ayollar gapi faqat ayollar tushunadi. Boshiga og'ir vaziyat tushgan erkak kishini gapini o'shaqa erkak kishi tushunadi. Narkoman odamlar ham xuddi shunaqa. O'tirgan konsultantlar hammasi bu narkomanlar, просто o'sha opit ko'proq bu yo'ldan bosib o'tgan va o'sha bo'layotgan sosteniyada o'z nima qilishni, qanaqa qilishni biladigan inson. Shunaqa. Keyin boshida birinchi kelgan kuni 3 kun, ba'zi 4 kun, 5 kun sosteniyasiyalar zaltoy dni bo'ladi. O'sha meropриятие qatnashmaydi, yotadi ozgina. Unga nastavnik beriladi. O'sha kelganiga bir 3 oyda, 4 oydan oshgan bolalar, ya'ni opit bor reabilitatsiyada qanaqa qilib yurish biladigan bolalar nastavnik sifatida beriladi. U nastavnik yangi kelgan patsient bilan 1 oy davomida shug'ullanadi. Bo'lmaydi. Nimani qanaqa qilishi, doim birga yurishadi, ajralishmaydi, boshqa bo'lmaydi. Hamma narsani tushuntirib o'tadi. Mana endi o'zingizga javob bering. Yillar davomida o'zidan qochgan odamga bundan qulay bo'ladimi? Albatta yo'q. Shuning uchun u qayerdadir g'amgin, qayerdadir tajovuzkor, qayerdadir asabiy, qayerdadir inqirozga uchraydi. U mashina emas, hatto mashinalar ham buziladi. Ularni tuzatishda va ular yo'lida davom etishadi. Necha yillar davomida shakllanib kelgan bu iste'mol qilib kelgan odam bitta tuzalib qololmaydi. Shu boshiga o'tganida bitta tuzalib qololmaydi. Bu ham juda qiyin bo'ladi. To o'sha 3 oylik o'tib o'zini kimligini tushunib olishini o'zigacha ancha vaqt o'tib ketadi. Hobbi odam buni chestis birinchi o'rinda turadi, qaram inson uchun. Chunki men o'zim bu situatsiya bo'ldi, kirib aytayotganda shu konsultansiyaga o'zim zarar berishgan vaqtimda, короче, qanday yetmasdan rostini aytardim, vроде bo'lgan holatda aytib berardim. Uni o'zim tarafga qilib aytardim, o'zimnikini o'sha kikris qilardim, o'zim tarafdan. Chunki men o'zimni yomon qilib qo'ygim kelmaydi-yu, o'zimni noto'g'ri qilgim kelmaydi. Qaram inson juda ham iste'moli davrida boshida masalan onam otamgilar aytishadi, boshqacha bola bo'lgansan. Juda ham yaxshi bola edi. Olimpiadalardan, algebradan shaharda birinchi o'rin olganman. Baribir respublika chiqarman. Nimaga sen o'zingni qo'yib ketding deyishadi. Shu aldiydigan, xitris qiladigan, doim o'zini o'ylaydigan, egotizm kuchayib ketgan insonga aylanadi. O'shaning uchun ham chestis birinchi o'rinda. Odam o'ziga o'zi chesni qarash qilmaydi. Qilayotgan ishini shu aytayotgan yolg'oniga даже o'zi ham ishonadi. Masalan, sanda ahvolga qarab yaxshilab so'ragan bo'lsa, hech qaysilarini masalan xabaringda yo'q, meni holatim yomon deb aytmagan bo'ylayman. Menda yaxshi hammasi o'zim kontrol qilyapman, ishimni joyiga qo'yib qo'yganman. Aslida unaqa bo'lmaydi. Просто o'zining illyuziyalari bilan yashab, shunaqa otritsaniya bilan shunaqa javob bergan. Chunki o'zi ham ishonmaydi bu narsaga, men o'zim ham ishonaman. To'yim oxiri men bemalol tashib yuborganman. Umr etib kelganman o'zimga. No, ichimdan bilib turardi, bu shu bo'lgan qaytoqman, bu yerda o'lib ketsam kerak bo'ldi. Toshga reabilitatsiya ekan. Xo'p. Mana shu yerda reabilitatsiyaning uydan asosiy farqi bor. Siz bilan qarindoshlaringiz bilan u bosim o'tkazishning barcha usullarini biladi. Masalan, uyda o'zimdan misol gapiraman. Uy kelsam, masalan, film bo'lmasa boshqa bo'lmasa, shu oxirgi paytda shunaqangi bo'lib ketgan edi. Endi odamlar gastinisalar ochib berganida men yurgizardim. Birinchi o'zlarini zavodlaridan juda ko'p olmagan bo'ldi. Chunki ko'p-ko'pdan levi, pravilda aylantiradigan joylar bo'ldi. Keyin o'zimga ochib bergan, o'zimni ishxonamdan o'zim pul olmagan bo'lishdi.
keyin sekin uydagilar ham qila olishga o'tdim. boshqa qildim. Onam meni kelib sal olimlarda manipulyatsiya qila boshladi. Voy onajonim, sen pulib ketardi deb men uni muammo emas edi. Bu yoqqa kelib tushgandan keyin odam уже bu старый поведение ishlaydi. Chunki bu yoqda hamma narkoman, hamma shu yo'llarni bosib o'tgan, boshidan o'tgan, уже kirib yarimta gap gapirayotgandan nima holatligini bilib turishadi. Juda ham ko'p masalan bitta reabilitatsiyani o'tib bo'lmasdan o'qishadi agentlarga. Bu yoqda o'shaning uchun ham komfortniy zona topish juda qiyin reabilitatsiya. Topib bo'lmaydi. Diskomfort ataylabdan yaratiladigan joy. Bu yoqqa kirib manipulyatsiya qila olmaydi. Masalan, o'zi xohlayotgan narsani unaqa tez ota-onasidan olgandek qilib ola olmaydi bola o'sha. To'g'ri yo'lga o'tishga baribir majbur qilinadi to'g'ri yo'lga o'tishga. Chunki chestность birinchi o'rinda. Старый model поведения tashimizda odam ertami kechmi baribir shu hayotga qaytadi, sarvat qiladi. Nazuba jim yurishi mumkin, qanchadir muddat iste'mol qilmasdan, uni baribir vaqt o'tgani sayin yana shu eski hayotga qaytadi. Shuning uchun ham konsultantlar hamma ishlanadi. Masalan, boshida xato qilayotganda hech qanaqa reabilitatsiya o'zi fiziki, moralniy nasiya ko'rsatilmaydigan joy. Boshida xato qiladi baribir hamma. Mana shu yetishganman boshqa ham ko'p sessiya oldim. Vaqt o'tgani sayin o'sha personal tomonidan konstruktiv yo'nalishda, ya'ni to'g'ri tushuntirishlar ancha ko'p ish olib boriladi. Juda ham ko'p ish olib boriladi. Psixolog keladi, psixiatr keladi. 3-4 smenadan konsultantlar alishadi, stajyor, volontyorlar. Juda ko'p rekomendatsiyalar berib, endi odamni bitta necha yil davomida shakllangan narsaga qanaqadir ta'sir o'tkazish ham o'zi emasda. Masalan, odam xarakterini mutlaq o'zgartirib yuborilmasa ham qanchadir foizini baribir u o'zgartirish ham qanaqa privichkalardan, masalan, ertalab 8da pajyon bo'lsa, 8da pajyon turdi, bordi, yuvindi, joyini zapravka qiladi. Meni haligacha shu odat qolgan. Uyda ertalab yurib turaman. Birinchi joyini zapravka qilib, qachon narsalar kichkina narsalar bilan o'sha odamni o'zini tutishi, o'ziga qarashi, o'ziga sevish, o'sha samotsentkasi ko'tariladi. Men iste'molim paytida ham hech narsadan qo'rqmagan bo'lganman. Hech qanaqa любой problema bo'lsa ham militsiya bilan bo'ladi, ko'chada bo'ladi, hammasini hal qila olaman bo'ldi. Men juda ham o'zimga uverенiyman qilganman, chunki katta stressga bo'lgan paytim ham hech narsadan qaytmasdim-da. Bo'ldi, ketdi deysa, davayda boraveradi. Keyin reabilitatsiyaga kelib tushaman, o'sha yoqda bilolman, men juda ham samotsenkaman past bo'lgan, o'zimga ishonchim bo'lmagan, o'zimni ichimdagi gapni даже to'liq yetkazib bera olmagan. Hozir men bu gapni gapirsam, men haqimdagi fikr qanaqa bo'lib qolarkan, bu odamni noto'g'ri tushunmasin degan xayolim meni o'zimni qiynaydi. Bo'lmasam men unga uni narsasini olish uchun bu narsa o'tkazib qo'yish uchun emas, просто o'zimni narsamni talab qilib olishda ham juda qo'rqoq bo'lgan inson ekanman. Menga o'sha yerda ancha ko'p yordam berib, rolligi katta. Mana hozir mana shu gaplashib o'tirganda gaplashib o'tira olmasdim. Telefonimni o'ynab o'tiradi, boshqa odamlar bilan meni ishxonam bo'ldi. Shunda yonida bitta devor yoqda odamning o'zi bo'lsa, kelib bolam o'tiringlar deganlarda kirmasdi, gaplashib ketmasdi. Shu darajada nima bo'lib ketgan edi. Hozir mana reabilitatsiyaga o'zim fikrimni qanaqa yetkazib bera oladigan bo'lib chiqdi. Как minimum shu narsalar ham ancha katta plusda. Chiqishgandan keyin o'zim bir gaplashib o'tganimni o'zi ham o'zingizdan ham sezasizda, juda ham katta o'zgarish bo'lgan bo'ladi. Baribir o'sha model поведение o'zgaradi, odamni o'zi qoladi. Ya'ni Superman bo'lib chiqmaydi. Gaplashib o'tira olmasdan gaplashgisi kelmasmi yoki qo'rquv bo'ladimi bilib qolishlaridan? Bilib qolishmasmi nimani? Nimaga gaplasha olmaysiz? Nima sababli? Interes yo'q, diskomfortni his qiladi. Masalan, gapirishsa ham o'sha narужный javob berardim. Почему? Mana bu nima deysan, san fikring qanaqa deydi. Men endi odamlar ko'p ishi ko'p zarar yetkazgan bo'lsam, ko'p joylarda maslahat beraman. Ancha joylar ochganman birga. Shu joylarda faqat почему gapirardim. Chiq, obed olib kel, buyur birga o'tib ovqatlanamiz desam, chiqmagan. Men o'sha ishxonamda o'tirib, men chaqirish o'tirib dedim, chiqardim ketardim. Anaqa uyga ham kelmaydigan
bir 3 oy. Men kelishim mumkin edi, men bozor qilardim, bu narsani olardim. Har hafta onamga gul berardim, qotgan aybimni endi tipi o'zimchalik yuvaman, mana uyga qilib qo'yaman, hammasini zo'r qilib degan xayollar bilan anchagina yuraverardim. Seni bo'lmaydi, ukam to'g'ri aytdi. Nimani gapirayapman dedim. Aytayotgan ishingni hammasini joyiga qo'yib qo'yaman dedim. Chiqadi bilaman. Tak. U sizning oldingizga kelib, "Oyi dada, menda hammasi joyida, hammasini nazorat qilyapman" deydi va unga chin dildan ishonadi. Garchi barcha tashqi dalillar buning aksini ko'rsatadi. Ishini yo'qotdi, oilasini yo'qotdi, hibsga olindi. U farzandlari, xotinlari, onalari bilan qasam ichadi. Dinni ishga soladi. Bu safar oxirgi qasam ichadi. Bu safar oxirgi qasam ichadi. Va shu lahzada u aytayotgan gaplarga ishonadi. Men birinchi oylarda prezidentning yuziga shunday dedim. Prezident kirib bo'ldi, chunki ancha tuzalib qoldi deyapti. Masalan, bu gapga u odamning o'zi ham ishonadi. Rostdan ham masalan, rostdan shunaqa bo'ldi. Men mana qilmayman, odam bunaqa yo'llayapman, hozir bunaqa yo'llayapman. Kasalligimiz juda ayiq, bu qaramlik kasalligi juda ham ayiq. Odamdan doim ikki qadam chiqadi, oldinga yuradi. O'sha paytda ben to'g'ri aytyapsan, ancha o'zgarish bor deb ko'tarib qo'ydim. Chunki yo'q, sen mana bunaqa deyapsan. Siz u kritikadek qabul qiladi bu narsani. Sog' narsaga o'zi ham ishonadi. Rostdan ham masalan o'zgarishlar bo'layotgani. Ben o'zim ham 2004-yilda, 2004-yilda hozir 22 yoshda. Reabilitatsiyaga yotganimgacha 12 ta mashina urganman. Necha marta ham shu ko'chada ishlar bo'lgan, boshqa bo'lgan, narkotiklardan militsiyaga tushganman. Oxirgi avariyam detoksga yotishimdan 3 haftadan oldin bo'lgan. Shuni mashinani urganman. Ertasi kuni mashinani shunchalik qattiq urganman, urganimni bilmaganman. Urganman. Qanaqa avariya bo'lganini bilmaganman. Urganman, bo'ldi, ko'chada avariya bo'ldi, mashinani olib kirib ishxonamni ichiga tashlaganman. Sud bo'lsin, nima bo'lsin degan ketganman. Ertasi kuni uylarimdan uchib ketganman. Tamoshga. Keyin keldim, 3 kun yurdim. Detoksga meni olib qo'yishdi. Reabilitatsiya qilganda 14-kuni adamlar tergovchi bilan keldirdi. Advokat tergovchini olib, endi o'g'lim borib turib tergovchiga meni o'g'lim narkoman reabilitatsiyada yotibdi deyish o'zi ham qanaqadir juda katta uyat bo'ldi. Endi bu odamni o'zlari sudga berdi. Keyin sudga borganda bildimki, onasi yonida o'tirib ketayotgan bo'lgan, butun shu chap tarafi sinib, ichiga kirgan, orqada sinib o'tirib ketayotgan bo'lgan, ikki tarafga zarar bergan. Shuncha muammoyim bo'lganida, meni hammasi zo'r deb yurardim. 17-18 yoshimdan Dubaydan narsa olib kirardim, boshqa qilardim. O'zim ham ancha anaqa qilardim. U avvalroqning filmdan qaytib borganman, adamni ushtu bergan, bittasini sotib qo'ygan, qaytib borganman. Shunda ham men o'zimda muammo ko'rmasdim. Meni hammasi yaxshi, просто ikkita muammolar bor deb qo'yardim. Bu rebek qilayotganda ham juda katta qarzlar bilan kirganman. Shunda ham bilgilar ishonaman ancha. Necha yil staj? 7 yil. Mashina hasadlanib qolsa, kirib ketadi. Garaj tashqarida hamma bo'yniga qarzi uradi, hozir kirib ketdi. Ondan chiqsa, nima qilish kerak? Ota-onalarimiz hozir to'lab qo'yishi qo'lini beradi. To'lab qo'ysa chiqqandan keyin yana shu eski ishni boshlaydimi? Shunga hayronmiz. O'zimda bo'lgan holatda manigini qanaqadir chastini to'lab qo'yishgan edi. Qanaqadir chast to'lagan edi. Men hozir endi o'sha o'zim to'layapman. Endi bola uchun o'zim uchun ham stремление bo'ladi deb o'ylayman agarda shu hammasi qilamiz. Menda просто to'lamasi bo'lmaydigan joylar bilan xazinadikda o'shalarni yopganlar qo'ygan. Boshqa Просто bolalar shuni tushunib, aqli yetmaydimi, tushunmaydi. Hamma aybini ota-onadan ko'radi. Bitta dunyoga keltirdingiz, sen aybdorsan,
ishni nima qilsa sen uni to'lashing kerak. Mani tushunishim Chunki qo'yib qo'ydiki, o'zingni orqangga javob bersang ishingni qil. Qilmasang o'sha shu yerga kelgan bo'ldi, o'sha sizlar suhbat qilasizlar, o'sha sizlarni ichki reabilitatsiyadagilarga ota-onasi, otasi yoki onasi nima his qilgan ularga aytib beradigan odam bo'lishi kerak-da. Nimaga desang, sizlar chiqyapsizlar, o'zingni nima bo'lganini aytyapsizlar. Bironta ota-onani taklif qilsa, bu yerda o'sha yerdagi bolalar, mani shaxsiy fikrim. Shaxsiy fikrim. Shu ota-ona nima qanchalik ichidan ezilib, qanchalik qiynalganini ota-ona ham mana sizlar qiynalganini aytyapsizlar. Ota-ona ham aytib bersa, ularni ham ko'zi ochilarmikan deb qo'yaman. O'zimcha, yana bilmadim, o'sha sizlarni o'zi qanaqa programmalarni bordi, to'g'ri chiqayotgandir. Endi hech kim aytmayapti, biz farzandimiz davolamayapti. Birinchi marta kirmayapti davolanishga. Shuni nechi foiz qanaqadir hamma aytadiki o'zidan bog'liq. Shuna o'zidan bog'liq. Hozir endi chiqsa ya qarzini to'lab qo'ysang, qarzi yo'q, muammo yo'q. Shu 3 oyda 6 oyni shu yerda yashadi, chiqdi. Yana ketmaydimi degan savol ko'p qiynaydi ota-onalar. Shunaqa payt keladiki, 3 kun 4 kun yo'q bo'lsa, ota-ona aytadi, o'sha yerda ko'mib qo'ysang, spokойно bo'laman degan darajaga olib kelib qo'yadi farzandlarni. Shu ko'mib qo'ysang, bilan mashada yotibdi. Butun umr qayda ekan, nima ekan, na o'tirgani, na yegani, na nimasi bor. Shuni tushunayotganmikin bolalarga? Shu ota-onasiga hayf qiladiki, uyga bolasi nima qilib qo'yarkan, nima ish olib qo'yarkan. Tanish bilishim oldida, oshna og'ayni kollegalar oldida nima degan odam bo'laman, nimaga, mani nima aybimidi deb ota-onalar o'ziga ayb istab topolmaydi. Nimaga? Shu farzandini komfortlashishni qilib bergan bo'lib qoladi. Hali qiynalgan bolalarning ko'piniki maqsadi bor-da, maqomga viloyatidan keladi, Toshkent kvartirada yashab qiynalib nima qiladi? Biznikilar hamma yo'q. Komfortda yashayapti-da. Uni g'am tashishi yo'q, sizlar aytyapsiz, gостиница bor, boshqa narsa bor, ularni o'tirib olib, miyasida shunaqa narsa bormikin deyapman. Odamni to'g'ri o'zim hamma yo'q bor, menga qoladi, menga nima keragi bor? O'zim shu gap qadamlardan eshitganman. Pulingni bera qolaydi, o'sha kayfini peredozidan o'lgin deyadi. Shunga olib kelib qo'yadi, ular aytadi, "Men senga qancha? 300 dollar kerakmi? Men senga 1000 dollar borganda lokatsiyani ber, ket." Lokatsiyani tashlab qo'y, borib olboraman deb ko'mib qo'yaman, bo'ldi, uqtirdim. Boshqa nimam qolmadi. O'yladim seni, uqtirdim, seni storing yo'q edi. Buni aytsan, u maqsad nima desam turadi. Okay. Hozir endi yopiq joyda-ku baribir farzandingiz, yopiq joyda. Hozir odam ko'chada bo'lgan vaqtida baribir hozir bu yerdan chiqib bir yarim soat, 1 soat vaqt o'tgandan keyin boshqa xayollar sizga kelishi lozim. To'g'rimi? Tashqi hayotiy hayot. Bola yopiq joyda bo'lgan vaqtida mana shu boshdan o'tkazgan narsalarni o'shadan keladigan tuyg'ular juda ham kuchli bo'ladi. O'zimdan praktika qilgan shu kechqurun yotishga uxlashga qo'yib berilgandan yotadi-ku bola. Shu qatdan ham o'sha payt mana shunaqa qilganidan shunchalik o'zini etini yemaladi. Reabilitatsiya oson emas. Shu o'zini ichidan o'tkazayotgan tuyg'ulari boshqasi prosta sizlarga videolar tashlayotganida qanaqadir quvnoq bo'layotgan momentlardan ular tashladi. Reabilitatsiyada bola o'tirib degani faqat yozib, faqat o'qib, hammasi zo'r degani emas. Bola ham juda qattiq qiynaladi, o'zidan kelib chiqib ketaman. Shunchalik qadriyaga chiqadi, chiqqanlarida ko'rasiz. O'sha zvonok bo'ladi, boshqa bo'ladi, o'shani kutadi bola, yashaydi. Ota-onalar narsa qilgani, основной задание yozganlarda, o'shalarni yozib chiqarib, narsa qilgani kirishadi. Konsultansiyaga holatni bo'yicha gapirmoqchi edim. Narsa ishlaganman, o'sha narsa meni qiynayapti. O'tda 3 oy, 6 oy o'tirib yotib chiqmaydi. O'shadan bo'yiga olib ketadimi, o'sha qilgan xatolarni gaplashib, o'shalarni o'shalarni chiqarib turib yuboradi, desa, что
yopiq joyda yoki baribir juda ko'proq darajada odamga напряжение keladi ko'chadagi qaragan. To'g'ri, ko'chadagi muammolar ichkariga qaraganda muammo hisoblanmaydi. Ichkarigi muammo hisoblanmaydi. No напряженияsi o'sha arzimagan narsa напряженияsi juda ham kuchli darajada odamni bosadi. Shu mas'uliyatlarga qilgan ishlar bor, boshqasi bor. Haligi nima deydi, bu yerda o'tirganini tushunamiz. Uni kallasiga kirmaysan, qiyinchilik ketyapti. Например, shu ota-onasidan ayrilgan yoki kirmayapti, o'zini ayrilgan, o'zini окруженияsi bilan. Shu o'ziga o'xshagan окружениеda hammasi unga puldorlarda. Kassoy bolasi kamdan-kam. Unga hech kim aytmaganki, shu yoqqa bormayman, kishi og'ziga tashlamayapti, например, hozir chiqqandan keyin shuni his qiladimi deb haligi ota-onadan savolda, men o'zim kelib qatnashyapman, farzand Belgiyada qatnashmasa, aynan shu turgan qatnashyapman, mana tushunaymi degan ma'no. Men shu nima desa, o'qimagan kitobim qolmadiki, shu nima qilsam nima bo'lardi. Hozir chiqqandan keyin mana siz mana bu yoqqa kirishga oldin oshnog'ayingiz bo'lgan, sizni pulingiz bo'lgan. Sen zo'rsan deb keladi. Bizga ham xuddi shuni singardimi, hozir ketdi, kerak emas. Chiqqandan keyin paydo bo'lsa, Manda yo'q hozir oshnog'ay. Yo'q deyorlardan chiqadimi? Albatta. Qarang, yo'q deyapman, yana keladi sen shu zo'rsan, bizni boshlig'imizsan desa, bo'ldi, unga shu kerak. Ketdi kelgan diskoteka, qayerga ketdi, sutkalar yo'q. Nima qilyapti bilmaysan, nima qilayotganini o'zi bilmaydi. Shunaqa yo'q deydigan bo'lib chiqadi. Уже psixologiya ham azmi o'rganib chiqadi odam. O'sha ugoynisda qo'ygan, unga paxta bosayotganlar, o'zi granitsa bo'ladi. Birga iste'mol qilgan odamlar, birga o'sha klublarda yurgan odamlar bilan ko'rishmaydi bola. Ular qonun qoidalariga rioya qilib yuradigan bo'lsa. O'sha qo'shmaslikka kuchingiz yetadimi? Albatta. Ular bilan uchrashganda fikrini aytolmaydimi? O'zini o'sha himoya qilolmaydi. O'zini granitsalarini ushlay oladigan bo'lib chiqadi. Agarda o'zi harakat qiladigan bo'lsa, shunday reabilitatsiya faqat 33% uchdan bir qismini beradi. Odam toza qolishini, chiqqandan toza qolishini 33% qoplab beradi. Qolgan 33%ni uydagi muhit qoplab beradi. Shu oilasi, unga bo'lgan muomalalar, uni eshitish, masalan chiqqandan keyin bo'ldi, qattiq qo'l bo'lib turib, anaqa ham qilib, baribir boshida chiqqandan keyin bolani eshitish, anaqa qilish kerak. Men shu reabilitatsiya deyotganim, shu sudga qatnaganman, reabilitatsiya adamni bu yoqda to'yadi. O'shanda birinchi marta so'raganlar, nima ish qilyapti o'zing? Endi baribir men butun odamlarga o'xshab sudya bo'lmoqchi bo'lganman, yo'q deyishgan, bankka kirib qo'shgan, narxoz bitirganman. Shu narxoz o'qiyotganimda respublikanskiy filialda ishladim, Xalq bankini. Yaxshi qo'shgan. Как бы ishim yaxshi edi, bo'lim boshlig'ining o'ng qo'lida hali stajyor bo'lib turib, yoqmas edi. O'sha zavodga borib turib ishlasam yoqmas. Birinchi marta so'radi, o'zing nima ish qilmoqchisan? Endi kagman ularga leksiya o'tgan, o'sha leksiyalardan eshitdim. Nima bo'ldi bilmayapsiz. Ular bilan ishlayman, ota-onalar bilan ishlayman-ku. Xuddi unaqa shunaqa ishlar birinchi marta so'rashdi. Hozirgi vaqtgacha qanaqadir поддержка berishadi. Juda ham podдержка berishadi. İşlerin agresiflik olanlarga boshqa yordam qilishadi. Shu yordamligini qadriga yetadigan bo'lib chiqadi. Yoki yo'ldan chiqayotganda просто qilishligi majbur degan xayol ketadi demoqchi. Ota-onani uni bo'lmadi deb qo'ysa qilish kerak. Men o'zim shunaqa xayolda yashayman. Odamlar jonga tegdi, katta bo'lasan, ishlasang bo'lmaydi, masalan, yoshingda deb boshlaydi, ketdi, yo'q degan bo'lsan. Siz odamsiz, nimani deydi, urushadiganlar odamlar bilan Debrami so'kib manzur bu gapirsalar gap qaytarib qolgan uchun dunyoda qo'rqadigan odam odamda juda ham stro'y odam. Ular juda kirmaydigan bo'lib ketganman bilgan. Va hozir mana ancha tiklangan otam bilan gaplashib. Ancha yaxshi bo'lgan. Shu oxir paytda gap qaytaradigan hozir masalan o'rtoqda o'tirib gaplasha olamiz. Ancha vaqt masalan choy ichadi, boshqa gaplashamiz. O'tbetga birga borib kelamiz. Tushunishadi demoqchiman. Qolgan mana 33% reabilitatsiya, 33% oila bo'lsa, 33% qolgani u o'zini qo'lida. O'zi chiqayotganda rekomendatsiyalar beriladi, rekomendatsiya beriladi. Shu rekomendatsiyalarga rioya qilib o'sha
iste'mol qilgan odamlar bilan ko'rishmasdan, iste'mol qilgan joylarga bormasdan, qo'yilgan qonun qoidalarga rioya qilib turib yuradigan bo'lsa, oziq qoladi. Oziq qoladi. Yana bu qaramlik kasalligi u bitta narkotiklarni iste'mol qilgandan qaram bo'lib qolmaydi odam. Qaramlik kasalligi o'shani yoshligidan shu birinchi sinfdan tug'ilganidan boshlab shakllanib keladigan kasallik. Masalan, BMKsida undan oldingi bir avlodi alkogolik bo'lsa, o'sha ham qanday foydasi masalan aloqa ko'rsatadi, o'sha narsaga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Atrof muhiti, og'aynilari, ko'chadagi yurish turishi, psixologik sotsialiyasi, yoshlik uydagilarni ota-onasi urushayotganini ko'rishi, ota-onasi ajrashib ketishi, shunaqa narsalarni juda katta ta'sir o'tkazadi. Yoshlikdan shakllanib keladigan kasallik u birinchi o'rinda поведение o'zgaradi. Поведение o'zini xulq-atvori shakllanib keladi shu qaramligi. Просто narkotika, alkogol, shu alkogol, igramani bu просто pripis qilib beradi o'sha narsani. Unda tarqalib turgan, hali yig'ilmagan narsani bitta qilib jamlab beradigan narsa. O'zi u qaramlik yoshlikdan bola o'zini boshqacha deb biladi. Bola yoshlikdan ko'p albatta boshlaydi. Manipulyatsiya qilib o'zi xohlagan narsasiga erishadi. Juda uydagilarni juda qattiq qo'l bo'lib turishi yoki juda ham ko'p yon bosib ko'z yumishi ham shu поведение shakllanishiga keladi. O'sha qaryapti, u xohlayotgan narsasi, masalan, boshida hamma bitta konfet xohlaydi deydi. Shu konfetni olib beryapti, bola xursand bo'ladi. Bu narsani ota-onalar повседневно qaytarishyapti. Уже bolaga shu bitta beryapti konfet cennisi bo'lmaydi. Boshida qanaqa yaxshi baho olganiga berilgan bo'lsa, bu narsasiga berilgan bo'lsa, keyinchalik просто tak beryapti. Aytadi, bo'ldi deydi. Chunki shundoq ham olavergan. Keyin vaqt o'tadi, уже bu narsa uydagilar ham joyiga keladi. O'zi so'rashni boshlaydi. Sizlar ota-ona bir haftada bir marta olib berib turgan bo'lsa, o'zi so'rashni boshlaydi. Har 2 kunda, har 3 kunda so'rayverib, shu narsa ham shu зависимый поведениеga olib keladi. Bundan tashqari Hozir qarang, shu siz hayotingizda ham yoshligingizdan nimadir negativniy narsa bo'lganmi? Siz masalan ota-onangiz urushganmi bo'lmagan bo'lsangiz kerak. O'rgansiz, o'sha narsa bo'lgan. Endi скорее всего bu ham ta'siri bor deb o'ylayman. Chunki hammalari ham o'z annaga bo'lishganda, hammalari shu onani jarayon qilishgan, u ham ta'siri bor deb o'ylayman. Meni qarindoshlarim ham ko'pligi chakishadi. Men o'ylayman, hammasi blatniy odam, o'sha universitetda yurishadi, tilda, savob bo'ladi. O'shalarga ko'radi, to'g'angan bo'ladi, mana bular zo'r yurishdi degan xayol o'z yoshligimdan bo'lgan. Bola sigaret cheksa, o'sha sigaret chekayotgan krutoy deb o'ylagan. Normalniy odam bunaqa deb o'ylamaydi. Normalniy bola masalan sigaret chekayotgan odam yonida yurmaydi, boshqa qilmaydi. Lekin narkoman bo'lib ketishdan qo'rqardim. 5-6 sinfimda qarorman, sinfdoshlarim o'sha tabletka ichyapti, boshqa qilyapti-da, zo'r yuribdi, xursand bo'lib boshqa. Agar kimdir men qilib ko'raman demaydi, men o'zim borib so'rayman. Hamma zo'r yurishadi deb o'zim so'rayman. Shundan masalan, зависимый поведение o'zim xohlayotgan narsani ololmasam, bu narsani qattiq turib olish xohlayman. Одержимостьga tushdimmi, bo'ldi, men biror narsaga muttalo bo'lib qoldim. Qilmasdan qo'ymasdim. Qanaqa yo'l bo'lmasin, baribir qiladi. Shu narkotikaga bo'lgan vaqtda. Shu ham masalan зависимый поведение. Noto'g'ri bu narsa, qilmagin deyishgan narsani qilib keladi. Mumkin emas, o'rganiga bo'lganmi, mumkin bo'lgan, shu qilmagin deyishgan narsa qiziq bo'lgan, shuni qilib ko'raman. Yetarli qiladi. Qaramlik kasalligi o'zi 4 ta sferani buzib ketishda biologik, psixologik, sotsial o'sha biologik ya'ni tana, odamning ichki a'zolari, psixologik bu ongning o'zgarishi, oldingi senslarni, oldingi qadriyatlarni boshqa bir narsaga o'zgartirib yuborish. O'zimda ham shu bo'lgan, senslarni narkotika bo'lgan. Shu narkotiklardan bu narsani qila olgandan boshqa ham ota-onam dashkingga o'rniga tushib qolishgan. Agarda ota-onam shu senni bo'lganda narkotikani orqasidan yurmasam, odamga o'xshab kechqurun uyimga kelib, uydagilarning yonida o'tirgan bo'lardim. Men o'yladim, ota-onam birinchi o'rnidan qo'yadi. Gapni o'zimchalik. Adakalarga boshqa onamning mashina olib berdim. Men ota-onam birinchi o'rnidan qilmasdim shu narsalarni dedim.
shu bergan uchun men uchun marketda birinchi o'rinda bo'lgan ekan. Hozirgi vaqtda shu ota-onam sersengiz sabab ko'p hozir chiqqanimdan juda ko'p muammolarim yordam berishdi. Eshitishadi, boshqa ishlar hozir ko'p taraflama yordam berdi. Sotsial sfera bu atrof muhitdan uzoqlashish, izolyatsiyaga kirib ketish, shu suhbatlardan boshqa bo'ladigan dialoglardan gaplashgisi kelmaydi. O'qishga borishdan telefon bilan o'tiradi yoki bormaydigan vaqtlarda o'qishga, ishxonaga bormaydigan, ko'chadagi problemalar, shtraflar, muammolar, militsiya xonaga tushishi, uchastkoga kelishi. И духовный sferaga shu mana shu eng birinchisi o'zi nechesni hayotda yashashda yolg'on ko'p gapiradi, uydagilarni shantaj qiladi, boshqa qiladi, qo'rquvda ushlaydi, o'zim bilan unaqa qilaman, qo'rqitadi. Shu narsalar. Nima qilaman? Ha? Nima qilaman? Qo'rqitadi xolos deydi. Ha, qilolmaydi. Uydan chiqib ketaman, unaqa boraman deydi. Chiqib ketsa ham, endi meni o'zim uyim bor, uyoqda, o'sha yerda yashab yuraman ham. To pulim tugab qolgungacha, pulim tugab qolsa, baribir qilib ofisga keladi, adam yo'q aytib, o'sha yerdan seyf kalta o'zimda turadigan bo'lsa, o'sha ishchiga mendan ko'proq ishonch bildirishadi. Ishchiga berib qo'yishgan bo'ladi. Ishchini so'kib, bu qilib, avvalo pul o'g'irlab chiqib ketadi. O'zim boshimdan o'tgan narsa, buni tan olishdan boshida shu narsalarni yetishgan uyatli bo'lgan. Hozir qo'rqmay aytaman, shu o'zimni ishxonamda o'zim pul o'g'irlagan darajagacha borganman. O'zimga ochib berilgan joy va o'zim o'sha pulni odamlarga kelib turib, adam mana shunaqa ahvolga tushib qoldim, qancha yordam kerak, choylik qilib aytib turibman. Aytsam, pulni olaman o'sha pulni. Baribir hech kim olmaydi o'tdan. Boshqa uyga borsam, uyda yig'ilib turadigan pul mani pulda. O'sha men bo'lmagan paytda ham qanaqadir o'sha ishxonam ishlaydigan, o'sha pullardan qarzimni yopishgan. Men olishim kerak bo'lgan puldan qarzimni yopib borishgan. O'sha narsani to'g'ri e'tibor olsa bo'lgan, shu ham mana zavislik payti. Nega aytmagansiz? Ha? Nega aytmagansiz? G'ururli deb bilganman. O'zim kirib uydagilarga yosh bolamiz. Siz uylanganmisiz, yo'qmi? Boshida aytdingiz, adam qattiq qo'l bo'lganda, qo'rqadigan odam bo'lganda siz balki Onamga ham aytsam bo'ladi. Endi onamga ko'p muammo. Ona kechirib qo'yadi-da, shunisi bor. Onam Ota men qattiq turganini onaga ham bekitib berib qo'yadi-da. endi onamga borib turib anda qilsam o'zimga tipi katta bolaman. Men derdim-da, o'zimda 20 yoshga paytlarimda shu katta bolaman. O'zim hal qilib olishim kerak. Ammo derdim. Yetti. Qancha yoqdi? 6 oy choyxonachi o'sdi, hozir ishlamayman. Bu choyim rebel yotmaganman, просто ancha travel o'tganman. Boshqa joyda izlab yursaman. Almaz degan reabilitatsiya sentri bor o'sha yerda. Shotka qaradimmi? Yo'q, oldin birga. Undan oldin butdan boshqa joylarda ham yotib davolanib ko'rganmisiz? Detoksga yotgan, detoksda ko'p yotardim. Kunduzi Takrorlashga bor, yudirib keladi, kengayish. kunduzi o'qishga borardim, obedda o'qishdan chiqib turib detoksga borardim. Meniki detoksman yaxshi detoks. Qanday deganligi, любой paytga chiqib ketsa bo'ladi. Yotib lecheniya olmasdim. O'qishdan chiqib detoksga borardim, detoksda kartochka qilib chiqardim, qonlarni to'ldirib, sal chiqarib yana kartochka. Ertasi kuni yana shunday bo'ladi. Bir hafta lecheniya olardim. Hozir bir hafta chiqib tura olmasdim. Qonim to'lmay toza bo'lib ketishi. Uning kapellitsiyasi olgandan keyin iste'mol qilsa odam mazasi qochib o'lib qolishi ham mumkin. Shunchalik darajada narkotani chidolmaydigan darajada yetib qolgan. So'lmi, yo'qmi? Nefid. Hammasini so'lab qo'yaman, geroin ham qo'yaman, hamma narsa. Ichganman ham, o'sha igraman, o'yin ham o'ynaganman. Stavka ham. Nima yomon narsa qilsa o'zi hammasini qilib ko'rgan. Metamfetamin, amfetamin, hamma narsa. U yoqqa yotganingizdan keyin qancha vaqtda o'zingizni anglagansiz? Aytish 2 oygacha ham chiqib kelib qilaman dedim. Endi konsultatsiyaga tushmadim, muhokama chiqdi.
hali men to'lamasan bor o'sha tabletlarni ichib yuraveradi dedi. O'zim ishonardim shu narsaga, tablet ichib yashasam bo'lishi kerak. Bitta boshladigan bo'lsa, hozir masalan narkotik emas, oddiy alkogol ichishni boshlagan bo'lsa ham keyingisi uchun nasha bo'ladi. Oddiy tabiiy narkotik deyman. Teshib bo'ladi shunaqa ko'tarib ketadi. Men o'zim shuni ishontirganman. O'zim ishonganman. Nega o'zim ishonmadim? Aytdim, men shu narsaga ishonaman. Chiqaman, kontrol qilib, ikkita ichib yuraman. Bor hozir bolalar shu o'zini men bilaman-da, o'rtoqlar bor. Ikki sutkalar, bir sutkalar ketmaydi. Bilaman, shu qilaman. Shu уже ma'lum dozada o'zini olib yuraveradi. Ishxonaga boradi, keladi. Tashlolmaydi. Ma'lum o'ziga o'rgatib olgan, birinchi pikka chiqaman demayapti, yuraveradi. Uydagilar ham o'sha o'rgan bo'lyapti, yuribdi deydi o'sha. Parod qilmayapti, ishga qilmayapti deydi, indamayapti. Shunaqa ko'payib qoldi. Ertami kechmi baribir bo'ladi. Ertami kechmi baribir 100% bo'ladi. Men reabilitatsiyaga yotganimda 40 yil iste'mol qilgan odam bor. Bahriddin deydi. 40 yil geroin olgan. Vena yo'q, ishonasizmi? Bu yoqdan bo'yindan, любой joydan, oyoqdan farqi. Shunaqa qayerdadir bor ekan, o'sha joy qolgan, faqat bu ham o'sha bu narsa bo'lib qoladigan bo'lsam, banisiga olib borishsa, o'sha periodga ham mana ashtat chiqadi. O'shancha olib qo'ygan. Yo'q, qolmagan. Doktor kelib 2,5 soat venasini qiladi. Topaman. Mana 40 yil iste'mol qilgan. Aytadi o'sha Ozarbayjonga borgan, o'tga betga borgan, nima reabilitatsiya borligini bilganman. Lecheniya olishga olmaganman. O'sha butun o'zi Afg'onistondan o'zi olib kelgan 50 kilo, 60 kilolar. Chiqib baribir keldi mana reabilitatsiyaga. Lучше vaqtliroq bo'ling. Shu vaqtliroq bo'ling. O'zi chiqarsa qancha bo'ladi? To'rayapti. Tortmayaptimi? Tortadi. Qolgani mana shu irodaga bog'liq. Iroda. Agar irodaga bog'liq bo'lganda narkoman odam emas deb o'ylayman. O'zingiz ushlasangiz iroda Bitta iroda emas, ko'p, juda ham ko'p tamoyilli animalar bor-da. Masalan, chiqsam hatto hozir biron qilib birga kartni odamni ko'rib qolsam, shu hayolimga nima kerak? Faqat kartni kerak-da. Yomon narsa kelmaydi u bilan. Militsiyaxonada o'tirib, okajon iltimos $1000 oling, qo'ying, qattiq odamlarga yalinib o'tirganim kelmaydi hayolimga. Faqat eng yaxshisi kerak. Efirist tanishlikda faqat eng yaxshi paytda. Kayf qilgan vaqtimda eslasam, jami narsam qolmasdan ertalab atxanyakda yotgandan xayolga kelmaydi. Menga doim eng yaxshisi kerak o'sha. Pulim ko'p paytlarda ishimni hal qilgan paytlarim keladi. Nima sabab bo'ladi shu paytda o'zingizni ushlashingizga? O'zimni ushlashimga. Nima? Qaysi uydagilarimni shu menga bo'lgan ishonch kerak. Boshimdan o'tgan konstitutsiyalarni eshitdim. Demak, ular chiqqandan keyin biz ularga yana ishonch berayotganimizni Bilish kerak. Bildirib turishimiz kerak. Bilish kerak. Aslida. Mani uyimda shu mana oxirgi 3 yildan boshlab mashina ochib turmaganda, mashina qulab qo'yishadi. Hozir uyga borgan, hozir shu oddiy mana mashina ochib turganda, o'sha bakovimda yopiladi, bilasizmi? Plastik bakovimda yopiladi. O'sha bakov ochib turganini ko'rib shunchalik nazar qiladi. Ishonch. Onamni shu kelib turib narsalarni yechib qo'yib ketolmaydi masalan. O'tgan yili to'yim bo'lishi kerak edi, 4-iyulda. 4-may otaxon bo'lishi kerak edi. 30-aprel kuni to'yim buzildi qaror. 30-aprel tug'ilgan kuni 4 kun otaxonga qo'ygandim, to'yim buzildi. O'zim mani tilla olgan edim. 10-chalik tilla olgan edim. Shu darajaga bordim. O'zimni tillarimni o'zim olgan edim. 7000 ga olib sotib oldim. 7000 ga pulim qolmay qoldi. Undan oldin bo'lsa o'sha 20-apreldadanmi uy sotib oldim. Odamlar bergan uy bor edi. To'g'ri, versiyada o'sha olib sotib oldim. İçimde nimadir qiynayverdi, keyin onamga mashina olib berdim. Endi mana mashina olib qo'ydim. Nariman edi, lekin eski haydovchi mashinani ham o'zimga oldim. Men uydan qolgan paytda 25 ming qo'ydim, uni ham o'zimga oldim. Hammasini katta. Katta deb juda katta pul ishlatib katta. Zavod bor edi, nastroykalarga temir ishlaysiz, borardim, короче, zamirga bolani olib borardim. 500-600 ish o'lchashadi, masalan, yarim pulni olib kelardim, 15 ming granit pul olib kelardim. Adamga o'ylab ko'rarkan, aniq
emas ekan, olish olmasligini dedim. O'sha allayapti, 2 oydan keyin odam barib keladi deb so'radi. Eshigimni kim qidirmaydi, telefonni garchi o'chiriblarmi, boshqa kelib qiziqqanda shuni bilishadi. Juda yomon ishni ko'rganman. Javob o'zi hozir nechinchi marta shunaqa seminarda tushuntiryapsiz? Bu leksiya o'tayotganim birinchi marta. Ani undan oldin ishlayotgan organizatsiyamda ota-onaga speakerskiy qilib Mana hozir spokойно o'tiribsiz, o'qib berishga ham uyalmayapsiz, chunki sizda mana shunaqa narsa bor. Mana shu programmali narsani bizga yetkazishga siz shansdan nima deydi, sidqidildan, samimiy hech qanaqa rol o'ynamasdan yetib beryapsiz. Haqiqiy Shuni javohir o'tda yurtdingiz shuni tushungan. Shuning uchun bunaqa qo'yishyapti. Leksiyaga boshdan o'tganlar shuning uchun Yo'q, masalan hozir mana Usmon boshlataman, masalan qarash o'rganaman-da, endi уже boshqa qilganyapman. Sizni o'qitayotib qo'ying. Spokойно, ochib, o'qib olib, уже sizga yodki narsani, masalan o'qigan tekstingizni ko'pchilik tushunmasligi mumkin, там же перевод ruschadan ketgan. Ruschadan perevod Ruschadan perevod ketgan, bildim, tushunarsiz, ilmiyroq deyapti. Siz dasturni etib bermayapsiz. Bu eng katta yutuqingiz. Siz bundan qaytmang. Дальше xudo xohlasa qo'ymangiz, baraka top. Endi shu anavilardan to'g'ri o'tish kerak-da, shu sizlarga ham bizga hali birinchi davrda ashta beyamaydan kelyapti darslarga. Bizni ham o'zimiz oshiryapti. Endi biz ham oldik kasallik endi sizlarga qo'shilib biz ham kasal bo'lgan ekanmiz. Endi nimaga shu oldin soyaga salom bergan odamlarga kelib o'rnini qarzi olmadan desa, nima shu? umuman yerga tiqib qo'yapti-da. Agar o'zingni farzanding bo'lganda, o'sha 2 yil rasmdan Bu shu bo'lib ketdi. o'tirib olishadi, o'zi o'shaga narkomanga bersang, bo'lib qoladi. Kaliza chiqimlarda sheriyam pullab ketadi. O'zingni farzanding ekan, qilamas ekansan. o'shancha maqol bor-ku, farzanding eng birinchi dushmaning farzanding deydi. Bolalarni eng anaqasi Malga nima deyamiz? Oxirgi turish kerak, olib kelib qo'ygandan keyin befarqlik boshlanadi. Уже boshqalarga ham aytib qo'yavergansan. Уже hamma bilib olgandan keyin mani oldimdan so'rab keladigan umuman nima qilamiz? haydab qanaqa vaqt haydab Otasida pul bor, kerak otasidan umuman buyurishmaydi, deyishga ham bor qo'yadi. Yetinglarga obro'yini hamma yo'lini sotib tashlab aytishga majbur bo'lib qo'yadi. Har bir yerda nima qilayotgan inson bezini chiqib yo'l tarasin deydi. Adamcha mani o'g'lim respublikasiga olib chiqdi. 1,5 million nima qilishdi? 1,5 yil umuman yaxshi yurdi. 1,5 yil umuman ishga kelib bordi, keldi. Shunaqa o'ylagansiz. Может, endi bilmayman. Yana shu eski ahmoqlar yig'ildi, yana shu bilan qarasang o'zi boshqacha desam. Harom odam juda ham nagli bo'ladi. Barmoq bersa qo'lli yoradi. Sizlar qarorni boshida ikki tam o'xshayapti, qo'ldan kelyapti. O'xshatib. Ha, ana shunaqa muammo bo'lardi. Hal qilib yashardi. Endi uni hal qilib yashash uchun men 500 ta va'da bersam kerak bo'lardi. Adam bo'ldi, ertalab oxirli turaman. Adam bitta narsa so'raydi. Ertalab tur ishga kel dedi. Keyin ish qilmasdim, men ofisda borib o'tirardim. Gastiniца odamlar zerikib ketardi. Shu ertalab yarim soat birga zavqat qilguncha gastinicaga chiqib ketardi. Kompyuterga o'ynab o'tiraverardi. Kayfini qilardi. Kechqurun chiqib ketardi. Ertalab turib ishga bo'ladi, va'da beraman, ertalab ishda bo'laman. Shunaqa 3 kunlar bo'ladi. 3 kunlardan keyin 3 soat 1larda kelish boshlanadi, keyin 4larda uyqudan turaman. Shunaqa bo'libki, uyga kelmayman. Boshlanadi yana budjet qilish boshlanadi. Shunaqa qarab insonga bu nimalar
o'shaning uchun ham chiqayotganda masalan farzandingiz sizlar bilan gaplashadi aytiladi. Vaqti kelganda eshitishinglar kerak. Vaqti kelib o'sha o'zidan ketayotganda sal probkalarni yopib qo'yish kerak degan joylarda ham tushuntiriladi. Kecha xo'jayin telefon qiluvchilar gaplashayotganlarida shunday asabiy bir yarim oy xo'jayinlar Xo'jayin asabiymi? yotganlarga bir yarim oy bo'ldi. Telefonda gaplashyapmiz. Undan oldin jonjonda asabiy bo'lmayapti, lekin kechagi safar shunaqa asabiylashib gaplashyaptilar. Demak, hali tuzalmabdi dedim-da man. Nima unaqa? Yo'q, men boshida aytdim-ku. Reabilitatsiya komfortni joy emasda, ataylardan diskomfort tug'iladi, shu tayyorgarlik qilish uchun o'sha diskomfortli situatsiyada normal yashab o'tish uchun sun'iy напряжение qiyinchiliklar yaratilaveradi. Fiziki moralniy nasida bo'lmaydi, shu xonada bo'layotgan holatlar yoqmaydi. Endi odamlar har doim farqli-ku, kim o'ylaydi, зависимый odam. Любой narsaga o'zgarib ketishi, giperchustительный bo'ladi. Ровно yurmaydi, yo'q, juda xursand, yo'q, juda ham yomon. Yomon anaqlagan joyi bor. Ketish holati, o'qib ketganimdan namlik qilyapti. Shu manipulyatsiya qiladi. Bir yarim oy. Keyin yana bitta undan tashqari savolim bor edi. O'g'lim 17 yosh. Anaqa. Endi bizlarni adasi ichgan, chakkan, dori-darmon hammasini qilgan o'g'lim biladi. O'zi kerak bo'lsa o'g'lim olib kelaverardi, spirtda otasi qo'ymasdi. 10 talar, 15 talar aptekadan bu o'zi borib olib berardi. Mana hozir 17 ga chiqqan o'g'lim. Bu hozir bunda ham o'zgarish sezaman, men bolamda. Men telefondan anaqa o'shanisidan so'ramoqchiman. Bravo bilan yana bitta o'yin bordi. O'shandan mukkasidan to'ygacha 5 gacha uxlamasdan o'ynavardi-da. U qimor emasmi? U nima o'yin? Nima o'ynamasdan uchastkavoy chaqirdi. Bravo Starsmi? Bravo Stars o'ynayapti. Bu nima shuncha uni kirib ketadi? Keyin mana 100 ming oldi. 100 ming bering dedi, men telefonimga tashlayman o'yinga dedi. Sen qimor o'ynayapsan, sen yo'q dedi, men kiyim sotib olaman. Bir bola o'yinga dedi, 100 mingga kiyim sotib olaman deb olmaganiga qo'ymadi o'sha pulni. 100 ming berdi, 2 marta berdim 100 mingdan. Telefonga kiyim sotib olaman men dedi. U yomon o'yinmi, nima o'yin? Endi любой narsadan to'g'ri foydalansa ham bo'ladi, shu yomon yo'ldan foydalansa bo'ladi. O'yinni vaqt o'tkazish u unaqa o'yin emas deb yani. Nima bo'lsa tun kechasidan o'ynayapti buni. Bas qilyapti deb bo'ldi deyapman. Soat 4 da uxlab tursam 4 da ham o'ynayotgan. Telefon qisib yotgan. Kech uyquda bo'lish kerak. Tем более bu yoshli bola hali 5 yili bor. Biologический, fiziologik bolaligi tugashdi. U uyquda o'sadi, uyquda tuzaladi, uyquda tana tinchlanadi, uyquda odam quvvatlanadi. Bu holda o'spirinlik, поздний юношеский период deyiladi. Bu uyquni o'rniga biologический boshqa narsa bilan miyani bu уже bu telefonlamani срочно телефон уже kirib ketyapti. Это уже заболевание. Shunga aytaman, sen уже otangga qoning o'tsan. Otasidan bo'lib yubordi Javoblar shu. O'zingizga kasallikni ikkinchi yarmi uyda yashash. Ya'ni o'sha uydagilarni ham haddan tashqari yon bosishligi, qilayotgan anaqa ishlariga shu ona tarafdan bo'ladi deb o'ylayman. Ko'proq ko'z yumishi. Ota masalan qattiqroq turgandan keyin bola onaning yoniga keladi, onadan so'raydi yoki ota bironta bir
xohlayotgan narsasiga hop deydi. Ona bo'lsa u otasi hop degan narsaga yo'q deb javob beradi. O'sha bola maska taqishga o'tadi. Onasi yonida boshqacha rol o'ynaydi, otasi yonida boshqacha rol o'ynaydi. Shu ham зависимый поведение boshlanishi bo'lib keladi. Shu har bir maskalada yurgandan keyin bola o'zligini yo'qotadi. Boshqa ota-onalar o'rtasida bo'lgan bu narsa keyin ko'chada atrofda bo'lishi boshlaydi. Masalan, bitta sinfdoshni yoniga kelib, boshqacha bola bo'ladi, ikkinchi sinfdoshni yoniga boshqacha o'zi rukovodительство boshlanadi. Paxta qo'yish. Shunaqa narsalar bo'lib, o'sha bola hammani yonida o'zini har xil tutib turgani sababli asl o'zligini yo'qotish. Keyin ko'p bolalar o'zimni ham bo'ladi. Men shu muammo qilardim. Men faqat gapirardim. Ularni faqat problemada qolishadi. Men maza qilardim, ular qiynalishadi. Shu ham bir katta zarar beradi. Yoshligimda ham chunki aytishardi, kuching yetmasa bu narsani urib dedi. Yarim, kishini qaytaradi, aytadi. Keyin unaqa nimaga nima urush qilsam, qo'shni yonida urush qo'yishlarini bilmaydi, oynaga naqadin. Uyga bo'ladi, erkaksan, shu narsa ham noto'g'ri. Shuni orqasidan ham ota-ona bolani o'stirishga katta foydani tegayotib qo'ydi. O'zi aslida bolaga yuklatilgan mas'uliyatni olib qo'yayotgan bo'ladi. Bolani o'zini qilayotgan xatti-harakatlarga javob bergani, uni o'rniga ota-ona javob beradigan shakllantiriladi. Keyin o'sha xayol keladi, men nima qilsam mumkin ekan, baribir men hal qilaman, uydagilarni hal qilib berishadi meni o'rnimga degan понятие bilan yashaydi. Tak. Men bu narsalarni hozir aytayotganim sababi, men o'zim xuddi shu yo'nalishga o'tganman. Hozirgi sizlarni farzandlaringiz ichida bo'layotgan narsada xuddi o'sha narsani men ham sizni farzandingizda o'zi qarang insonda bo'layotgan hodisalar, hayotdagi bo'layotgan situatsiya, masalan, hammasida почти bir xil, odamni joylashadi. O'sha o'rtoq xuddi o'sha chopib ketgan, borgan joyda xuddi shunaqa bo'lgan, militsiyaga tushganlari ham aslida zadaniyada ko'p eshitamiz. O'zim yozganda ham o'qiyotganda juda ko'p narkoman odamniki o'sha alkogolik, igramaniki bir xil situatsiyada, просто odamni alishgan, ozgina narsalar alishgan. Shu sababli men ancha yaxshi tushunaman. Men o'ylayman shu o'tirgan konsultant bilan boshqa bekorga ham зависимый odam olinmaydi. O'shaning uchun men tushgan problemani o'sha konsultansiyaga aytayotganimda ham bittada ikkita gapning o'zidan o'sha meni tushunishgan. Shu sababdan albatta yana yaxshi bo'ladi. Shu narsadan boshlash kerak. Hozir u yoqdagi hamma konsultatsiyalar ham shunaqa, konsultatsiya ham sizlarda ekanmi shunaqa yozib chiqqanlar? Faqat ularda o'sha 5 yil opiti juda ham katta bo'lgan insonlar bitta rebadan chiqqandan keyin ancha yana o'qishlar bor, o'qishimiz kerak bo'lgan. O'sha kurslarni tugatib, ancha opit qoldi. Necha yillarga shu sohada ishlayotgan odamlarda reabilitatsiya insonni mukammal qilib qo'ymaydi. U ko'p yillardan beri birinchi marta uni o'zi bilan tanishtiradi. Ya'ni o'zini kimligini bola bilan o'sha qachonki men o'zimni o'sha qilayotgan yolg'onimni tan oladigan bo'lsam yoki o'sha xitristlarimni qilayotgan manipulyatsiyalarimni o'zimni tan oladigan bo'lsam, mana shunaqa odamman deydigan bo'lsamgina shu qilayotgan destruktiv xatti-harakatlarni ustida ishlashni boshlayman. Agarda men tan olmasam, men chestniy odamman degan bo'lsam, o'zimni xatolarimni ko'rmaydigan bo'lsam, tan olmayman. O'shaning uchun reabilitatsiya birinchi o'rin o'sha bolani kimligini o'sha yerda o'zi bo'layotgan terapiyadan o'z bolani o'zi tushunadi. Mana shunaqa odamman deb o'zini ishlashni boshlaydi. U yerda unga qiyin, ammo qulayroq bo'lardi u chiqib iste'mol qilishda davom etsa. O'sha aytdingiz-ku, asabiy botlar bu manipulyatsiya qilib chiqish holatlari-ku. Ular hozir chiqish uchun kayf qilishdan boshqa million sabab ko'rsatib bera oladi. Sizga masalan, bolamni sog'lomman, o'qiyman. O'zi aslida tagida iste'mol yotadi baribir. Chiqib ketishda narkotika bo'lgan xohish yotadi.
O'shaning Birinchi uchun yurtda. ha, o'zligi bilishmaydi, o'ziga ham ishonishadi. Shu bolalarni sog'ayib ketaman, chiqaman 100% kayf qilaman degan xayolga keladi o'zligiga. Shu telefonda gaplashayotgan o'zligi qanaqa yaxshi qilib ko'rsatishadi yoki jahldor yoki qiynalayotgan rasmlardan xomush hammasi shunaqa o'ylayman. O'zini xursand ko'rsatishcha. Nima? Hammasi zo'r, четкий. Но я вижу, я понимаю, что это у него маска. Нет, он просто не хочет вас расстраивать. Он и Там так бывает. расстроен. Qiyin bo'ladi, no xursandchilik bilan juda ham ko'p bo'ladi. Nechtadir haram inson bitta joyda дружно yashayotgan o'zi ham katta ta'sir qiladi. O'zini xatolarini o'zlashtiradi. Savollar bormi? Bundan chiqqandan keyin aytyapsiz, oilaviy munosabatlarimiz yaxshilandi, mani tushunishni boshlashdi, ishonishyapti dedingiz-ku. O'tirib spokойно fikrlaringizni ayta oldingiz, ular eshita oldimi shunda? Aynan mana shu mavzu, qaramlik mavzusida ochiq oydin gaplasha oldinglarmi oila a'zolaringiz bilan? Chiqqaningizdan keyin